Toshkent viloyatida ajrim arafasida turgan oilalar uchun muhim tadbir tashkil etildi. Unda er-xotinlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash, oilaviy muhitni tiklash va yarashtirish yo'llari muhokama qilindi. Natijada tadbirda ishtirok etgan, ajrashish yoqasiga kelib qolgan juftliklarning 17tasi ajrimdan voz kechib, yarashish fikriga kelishdi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhammedova reportaji shu haqida. Inson ham endi majbur bo'lar ekanda, o'zi bilmagan holda yoki o'zi bilib turib ham ajrashishga. Oilamni asrab qolishga ko'p bora urindim. Ishlayman, pul topaman, lekin uyda tinchlik yo'q. Har kuni nizo. Hayotimning oxirigacha bunday yashay olmayman deydi ajrim qarorini o'zgartirishni istamagan yigit. Ayol kishini faqat tili shunaqa, tilidan qo'ydi deganga qo'ymaydi, noshukrlik ko'proq qilardi. Mana shu narsalarga majbur bo'ldik. 25 yildan beri kvartiradamiz. Bu ayol esa eri farzandlarining orzu-havaslarini ushaltirishga imkon yaratmaganidan arz qilib yig'laydi. O'qituvchilar ham aytadi, ana ber repetitorga ber, boshqaga ber, majlisda ota-onalar majlisi ekan, ota borish kerak ekan. Faqat o'zim yuguraman hamma problemaga. Yarim soat bilan bir narsa uchun yo'g'on bo'lib qolmaydi. Bolalarim shumshayib borib keladi. Ular hozircha bir uyda yashab ajrim yo'lini tanlagan. Eri esa ajrashishni istamaydi. Ayolidan sabr qilishni so'rayapti. Chunki men qo'lim kalta, omadsizligim shu. O'g'li voyaga yetgan bu ayolning 20 yillik turmushi darz ketgan. Hozir oilasiga qaytib borsa ham uyda xotirjamlik bo'lmasligini yaxshi bilsa-da, yarashishni, qaynona-qaynotasining xizmatini qilishni istaydi. Uyimga kirgim kelyapti. Har eshigimni oldidan o'taman, eshigimni oldidan o'taman. Oldidan o'tgan ichim bitta jizlaydi. Kichkina 9 yoshli qizim ham yuragi jiz etadi. Dadamni sog'indim. Bir kun dadasi telefon qilmay qolsa, ichikib qoladi. Kelyapti, ujur bolalarisiz tura olmayapti. Faqat imkoniyati ular tomon. Dangalaydi. Agar botim bola chaqani tanlaydigan bo'lsang, oqqalaman deb ota-onasi ham aytdi. Sudyalar Oliy kengashi Oila va xotin-qizlar qo'mitasi ajrim yoqasiga kelib qolgan oilalar uchun muhim tadbir uyushtirdi. Toshkent viloyati xalq qabulxonasi binosida bo'lib o'tgan amaliy tadbirda hayotdan olingan, real voqea asosida sahnalashtirilgan Farzand omonat nomli film namoyishi yarashuv sari bir qadam tashlashga sababchi bo'ldi. Turmushda doim biri ikkinchisini ayblaydigan film qahramonlari farzandlarining yoshligini tortib oladi. Ularning xatolari oqibatida o'g'li qotillikka qo'l uradi. Oxirgi yillarda ajrashishlar soni har yili 10-11% ga oshib borgani tashvishli. Ajrimlar soni ortib borayotgan bugungi kunda oilalarni saqlab qolish, er-xotin o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash muhim masalaga aylanib qoldi. Tadbirda oilaviy psixologlar, diniy ulamolar juftliklarni bir-birini tinglash, munosabatlarni tiklashga chaqirdi. Shu paytning o'zida ikki erkak sahnaga otilib chiqib ayoli bilan yarashtirib qo'yishni so'radi. Shu kuni ajrim yoqasidagi 20 ta oilaning 17tasi yarashtirildi. 8 yildan beri birga yashamayotgan er-xotin ham ajrashish fikridan qaytdi. 8 yil bo'lib yashamayotganimizga kelisha olmadik oilaviy. Endi hozir bolalar katta bo'ldi, uylantiradigan bo'ldik, qizimizni turmushga beradigan bo'ldik. Oradan 8 yil o'tib, shu yashashga anaqa bo'ldi. Sudyaga ham rahmat deymiz. Mo'tabar Nurmuhammedova, Aydus Ermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.